Adaş boza söylep durmuş. Ucana. Bunu kara deydiler. Hello. Hello. Qanday birini qıpırına. Ben sizge büdünü kuvvet konu kıpırayıcımı. Siz müşahedin mi? Ha, evet müşahedim. Sizce siz müşahedik mi? Ya ben bir yerlik emez mi? Mert Donza mı? Yok yok. Uyumuz qanchadan bayna? Uyumda meni qo'shqanda 4 adam bor shu. Tunuşup qalsak shundan mas kerakdekmiz. Bizning oydim tetadan bor ekan. Shundan naqlan bo'ldi ekan. Shu tiplari bilan Sizimda bek umoq. Bir xil yoqtirib qoldim. Qanday birdamdan ekan mana tuxumni qilib qo'ysangiz billa bazorimni qilaylikmi? Barili. Vaqtim degan vaqtim jiq narsa qolmadi menda. Lekin hozir shunday sovuq ekandan cho'gilamiz. Oy xotirjam bo'ling. Nima desang shu yerga olib puldan qattiq ansirmang. Uch kovdanga shogird o'g'anni yonqi puldan qattiq qiynalmaydigan bo'lib ketdi ben. Shunda puldarmi? Nima deb qo'ydingiz endi? Qamlashib qoldik ekanmiz bo'lmasa. Sizni nimishga burroq uchratmagan nima bir xil pushaymon qilyapmaydi. Ichinyaptimi burun yo'liqmag'inimga. Hozirmi kechikmayozmi? Ana sen mangaylikmi? Mangimizmi? Uy, nega mashitanglar? O'g'il ol degan narsa. Mushunda lujmu adash o'g'il mishinchilik men nim dedim. Mushunda shu cho'qim mishinda qiladi. Shu menda kichikman menda aklab kelib qo'ysam aldamchiligim tushib ketadi desam men Shundagina ishlarman. Ya men tushundiray. Men tushundiray. Yurib, anda og'inamga chachirab voy bo'ldi ayrilib ketli. Men Bustunday o'tgan. Lekin sasini qilib ketyapman. Ayrilib ketli bo'ldi. Adaş boza söylep durmuş. Ucana. Gelisi yok abi. Koşuyan gol. Hey, ündarınızı birdemden qo'shib olaydim. Og'inam deb qo'ymoqchimi? Bek nachar u.